Buni ham olamiz, krujkamizni ham. Salqin bir pas. Endi buni og'zini qotiramiz. Mana, og'zini qotiramiz. Yaxshi chayqaymiz. Retsega kiradida. Mana, yashil bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana. Jilegin ko'pirish bo'ldi. Ana endi hozir skorodkamizni olamiz. O'tgan safarda mana skorodka bu turpoq, elaydan o'tgan turpoq. Buni qo'yamiz endi. Mana qo'yamiz, hozir gaz yoqaman. Hozir mana qo'ydim, hozir gaz yoqaman. Hozir bir pas. Mana xalqim gaz yoqsin. Endi bu bankamizni og'zini salgina ochib qo'yamiz. Endi buni bu yerga qo'yamiz bankamizni. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu qizisa, keyin mana bu jiletni ko'pirishni tashlaymiz. Yaxshi kezaylik, aralashtirib, havo issiqroq ekan. Ana endi hozir saqlaymiz. Ko'plar aytadi, kontaktdan deydi. Mana unaqa kontakt, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kontakt bu. Avtomatdan chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Ana bunda bor, oltin bor. Bu kontaktda serebro bor. Buni ajratib olib, qizitib olamiz buni. Xudo xolasa. Keyin batareykalar. Mana bunday batareykaning ichida mana unaqa narsalar chiqadi. Bilsanglar. Bu prosta hech narsa emas bu. Prosta nima deydi? Bu qanaydir ana bo'ladi, platina o'xshagan narsa bo'ladi, lekin boshqacha bo'ladi. Boshqa eritma bo'ladi bu. Bu tilla bo'lmaydi ham, kumush ham bo'lmaydi. Prosta oddiy platinaga o'xshagan narsa bo'ladi bu narsa. Ko'plardan batareykadan bo'ladimi? Yo'q, bundan hech narsa bo'lmaydi. Sababi men buni ko'rganman. Buni hech narsa bo'lmaydi. Bu batareykaniki mana. Ochib ko'rsatishim mumkin. Mana lenta bu. Bu Samsung, Nokia'larda bo'ladi, aytmaydi batareyka bo'ladi. Keyin buni mana bu qaynar bu qiziydi, qizigandan keyin mana jiletni ko'pirish taylaymiz ichiga taylaymiz. Mana qarang. Svit qanaqa? Mana ko'ryapsizmi? Yashil svit. Bu ham yashil svit. Ana endi buni sal qaynayda qizigandan keyin buni solamiz. Keyin buni qo'zg'aymiz. Tayoqcha bilan qo'zg'aymiz. Qo'zg'agandan keyin yana taylaymiz. Bu cho'kadi pastga. Qanaydir qoram